Asa tortishdik. Ha. Kecha mollar o begay berib qo'yibdi, o'g'riga o'xshab. Kecha akalar telefonni o'g'irlab kelganmiz, shunga deyapti. Ha endi ellar akam tortishadi-da, sizlar taraf bo'ladi demadingizmi? Sizlar taraf bo'ladi, unchalik emas. Ellarga men taraf ham bo'ling bugun bir albatta. Ha yo'q, endi hozir siz aytgan Molni qarang. bitta so'rayman. Keling, 18 millionga bor beraka. Ko'ryapsizmi? Qarang sizchi. Bitta so'rashingiz 2 million ekan. Ellar aka. Siz oshirib beryapsiz-da, naqd mana qilib kecha kun vaqti bekarga qo'yib berdingiz. Endi xo'p desa birinchisi, ikkinchisida qimmat qilib olasiz-ku. Studi uchun maza qiladi o'g'il. Ha, endi mol chiroyli tan olish. Tan olish kerak, tan olish ham mard ishi, lekin unaqa qilish kerak yo'q-da. 18 million. Mana shu obunachilar shu ham kelyapsizmi? Xalq uchun ishlayapsizmi? Ishlayapman. Ishlasangiz 18 millionga bor baraka deyin. Qaramang molga. 18,5 millionga bor. He yo'q, to'g'ri kelmaydi. 2 million tushib bersam, ellarga dastavkasi bor aka. Dastavkasi bormi? Mashinada boradi ellar aka. Endi dastavkasini ozroq tushib beraman hoji enamlarga. Ellar akam ko'rdinglar, aytgan narximdan tushirib ketyapti. Onalarni duo qiladi aka. Sotdim. Jon hisobisin 18 millionga. Voy, kichkina yangi tug'ilgan bolam 15 million bo'lyapti-yu. 18 millionga qayerda ko'rgansizlar? Yana tushib berasizmi deyapti. Ha, siz men bilan gaplamay bo'lish qilib beraman dedim. Ha. Sizga. Ha. Kiloni akam shu oling dedim. Xo'p, To'g'rimi aka? to'ppa-to'g'ri. 4 oylik bo'g'oz 3 oyga olsin. Xo'p. Xo'p. 106 litr. Qonidek endi kiloz akam shu oling 2 qo'llab. Maktab shotibman. Savdo qilmaydigan narx aytaman. Aha. Chunki narxidan tushirib qo'yay buni, bonus bo'lsin, bugungi bayramlik bo'lsin deyapman. Ha, jonisi. Chunki meni ikkinchi video chiqarishimdan keyin Aha. surpriz bo'lsin xalq uchun. Xo'p. Kechagi video chiqarganimizda rosa ko'p obunachilar ulgurmagan ekan. Sababi arzon chiqaruvdi-da. Men aytdim, Qilichbek, qimmatlashib ketmang desam, ellar aka bizda va'da. Aytganimizdan keyin qaytish yo'q. Har doim arzonlar o'zimda bo'ladi deb hammaga tushuntirib qo'ydi. Marhamatlilar mard bo'ladi. Xudo xolasa tortishib, talashib olaverasizlar. Ko'rganga umuman pul yo'q. Xudo xolasa olgan insonlar pul o'zi bilan ketadi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube ishqibozlar. Sizlar bilan ekran orqali diydorlashib ko'rishib turganimdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roligimiz Andijonda marhamatini chapaypidan bo'ladi. Qilichbeklarning mini fermasiga yetib kelganmiz. 2026-yil 25-aprel hafta kuniga shanba kunimiz xayrlik, barakatlik, umrimizga, xonadonimizga, chorvamizga Allohdan baraka so'rab obzorni boshlaymiz. Sizlar o'tkazib yubormasdan siz ekrandagi nomerga kimga qiziq bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Like bosish, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sababi bunaqa narxga hozir to'g'risini aytish kerak, bozorda qolmagan. Shuning uchun kelinglar, ko'ringlar, xudo xolasa hammasi foyda qiladigan. O'zingizlar ham ko'rib turibsizlar, sutemga bo'zaylar ham 16 million, 17 milliondan sotilyapti. Ular qachon sigir bo'ladi, qachon qochadi, to'g'risini aytsa. Bularda tayyor qonida bolasi bo'lsin, suti bo'lsin deydiganlarga kechkiroq bo'g'oz, lekin yaxshigina katta molni foydasini qilasizlar. Sizlarni kuttirmaylik. Siz ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Qilichbekning ota-onasiga rahmat eshitishidan chiqmasin. O'tgan safar juda ham arzon qo'yib berdi. Bu safar ham shunaqa bo'ladi. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Qilichbek, sog'lar, yaxshimi? Trenddagi ukamni arzon sotish bo'yicha. Xudo xolasa aka, kecha mollarni sotdik. Yetkazib, obunachilar bittadan laykni bang'illatib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Sizlar uchun bundan buyon xudo xolasa to'xtamaymiz. Aytganingiz. Aka, kecha mollarni men bozorga chiqmaganimga to'g'risi, hali 24-yilda mollarni bo'ylabman. Ha. Bugun bozorga chiqdim. Bugun Xo'javodda-da, ha, Xo'javodda. 8 oylik mollar 20, 22, 23 ga yo'q. Ha. Uka 30 deyapti. Unaqada olgan odamlar maza qildi-da. Osmonda. Aha. Mayli, xudo xolasa. Borganingizda aytib qo'ying, sapasoqqa tushib olsin. Qilichbek kelyapti deyin. Unaqada aytaman, Qilichbekdan mol olaveringlar, arzonroq deymiz ekanda. Ellar aka, xo'p. Boshlaymiz, xudo xolasa aka. Obunachilar qo'llab-quvvatlaydi. Rossiyadan telefon qilgan akalarimizga liboy molni so'rab telefon qilib, Rossiyadan 1 million, 1,5 million skidkasi bo'ldi. Ana musofirdaylar, shuni? Shunga musofirda ishlab yurganmiz aka. Ha, joni hisobisi. Ularning hurmatini cheki yo'q, to'ppa-to'g'ri. Har doim ular hurmatda. Bugun kecha mollar sotdik, yetkazib berdik. Oxirida bir dona molimiz narxi kelishib qo'ygan joyimizda pulidan nima bo'lib qolib, akamiz nima qila olmadi, uka uzr olmalagan deb sotib yuboravering dedi. Alisher aka
Laykni bosing aka. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun 2 3 4 5 6 ta qo'yamiz. Aha. Bugun o'ta zo'rlari, narxlari cho'ntak bob, hamyon hamma bor. xalqimiz bor. Ha, jon. Bosti aka. Bugun voy Bugun metrlar bilan. Chunki O. ikkisi ko'pchilik ha. videoni ko'rib telefon qilyapti. Uchani molni bo'yi necha, orqa tomonni o'lchang, oldini o'lchang deyapti. O'sha hisobiga bugun metrlar bermasak, Sababi nimaga? Bu bola YouTube'ga anchadan beri mol chiqarmagan, shuning uchun metriga qiziqmagan. Mana kecha yaxshi. Albatta kamchiliklarimizni to'g'rilab ketamiz biz. obunachilar aytgan sari manaqa kamchilik bo'lyapti. Shunga qarab kamchiliklarni iloji boricha to'ldirib, yopib bildiramiz. Chandillari zo'r ekan, qora. Voy, mashalloh. Buni tagiga shunday o'tirib, Ha. Go'zalligini qarang. xullas, Rosa bu molni qog'oz olgan odam bormaydi molni oldiga. Ha. O'zi bolalari, 7 sinf qizlar bor sog'ib keladi. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Bu arqa tomonlardan. Xat o'ylagan uchun tanajoningiz sog' bo'lsin. Omili mashinangizni tayi zo'r ekan, qora. Taylarni qarang. Voy, yurgizganda ko'ramiz buni. Buni arzon qilib berasiz. Chandirni qarang. Dimlangan holati yo'q aka. Yana bir paqir suv quyib qo'ysam, suv quyib qo'ysa ham bo'laveradi-da. Tayiga. Ularga metr tashlaydigan bo'lsa. Ha. Metr solaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh barak. Keyin mollarni bunday biz osganimiz yo'q. Boricha mana shu yerga qo'l bola qilib qilish ber. Necha qilish ber? Ularga 122, 121 chiqyapti. Ay, 20 ga olsin. 120 plus olsin. Mana klientlar ko'ryapsizmi, telefon qilyapti. Albatta mana ko'ryapsizlar. Salom. Ha, chiqaryapti aka. Mana. Marhamat aka. Siraz kecha ko'rgan molni. Qayerdan telefon qilish ber? Marg'ilondan. Bo'ldi aka, video qo'yyapti-dik. Xo'p. Xo'p. Mana ko'ryapsizmi? Mana Qilichbekka uji xaridorlar chiqaraman deganda. Ularga buni bo'ylab 120, suti 5 litrga olsin. 7 litrdan oshiq suti. 5 litrga olsin. Ha, joningiz. Chunki hamma har xil baqa. Ha, to'g'ri. Keyin qonida Elyor aka 3 oylik gumonasi bor. Lekin men qo'l soldirib boshqa narsa qilgan yo'qman bu molni. Ha, bo'ldi gapi. Lavziga ishonib qo'yganman dedi, 3-oy to'layapti dedi. Lavziga ishonib men baraka qilib oldim. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Ashuni egasini lavzi bilan men sotyapman. Bo'ldi gapi. Xo'p, Lekin shuni ko'rsataylik, lekin molingiz zo'r ekan, omali. Elyor aka, Tishlari oppoqqina. Go'zal ekan, ha? Limonli suvda yuvadi ekan o'zi ham. limonli suvda tishlarni yuvar edi. O'zi Qilichbek molni dumi yerga tegsa suti ko'p bo'ladi deydi-da. Endi yosh kattalarda biz ham endi hali kichkinamiz. To'g'rilasa tuqqandan keyin aka 10 dan oshib beradi. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Taydi qarang, taydi. Molda tayz rol o'ynaydi-da. Vo, yeyishi ham kamman, o'tni o'rib beraman deyapti-yu. Aka behijolat. Yurlar. Chista dehqonlik, patinkalarni qarang. Ha, joningiz sog'. Endi dehqonni molni dehqonga beramiz-da, Qilichbek. Aytganingiz kelsin. Qilichbek. Etlarni qarang, yaltirash. Voy, joni sog' bo'lsin, joni sog' bo'lsin. Zo'r baqqan ekan dehqon ham. Qilichbek. Ha. Tortishmaydigan qilib, talashmaydigan qilib. 25 million narx aytyapti. Xo'p, siz bozor. Qo'yadigan molim sementallik. Ha. Gibrid sementallik. Biz mana shu mol qozonda bor cho'mirishga chiqadi. To'ppa to'g'ri. Mol yeydi, ichadi, sog'lig'iga, o'g'illigiga, sutiga javob beramiz. Ana. Omad tanijoningiz. Aynan qulab qolishiga ham indamay javob beraman. Kalovatni qo'yib yotaverar ekan, ha? Behijolat. Voy joningiz. Molni yuvoshligi bo'lsa bo'ldi, yaxshi bo'ladi. Qilichbek, tortishmaydigan qilib, maqsad sotish. Sizni bilaman, dangalsiz. 1-2 so'mga qaralmaysiz. Narxlarni oqizib beraman, sindirib beraman degan joyingiz bor. Endi ko'tarilib ketmang. 20 million kami dastavkasi vodiy bo'ylab. Oho, endi Qilichbek 20 million deyman. Aytmadim aka. Hozir bor, orqalarini Ey, na deyman, endi sal olgan odam maza qilsin endi. Duo qilsin. Unaqa deyman. Olgan odam xudo olsa rahmat aytib so'g'chadi, yo'lishda o'ta baquvvat bor. Qilichbek, O'ylar aka. maqsad sotish aka. Asas sotish. Unisi, bunisi yo'q ekan. Endi to'g'risi mana o'zingiz ham aytasiz. Gapingizni bo'ldim, uzr. Kecha narsa tortishdingiz. Ha. Kecha mollar begayib berib qo'yibdi, o'g'riga o'xshab. Kecha akalar telefon qilib o'g'irlab kelganmiz, sizga deyapti. Ha, endi ellar ekan tortishadi-da, sizlar taraf bo'ladi demadingizmi? Sizlar taraf bo'ladi, unchalik emas. Ellarga men taraf ham bo'ling bugun bir albatta. Ha, yo'q, endi hozir siz aytgan Molni qarang. bitta so'rayman. Keling, 18 millionga bor ber ekan. Ko'ryapsizmi? Qarang sizchi? Bitta so'rashingiz 2 million ekan. Elyor aka. Siz oshirib beryapsiz-da, naqd mana qilib. Kecha aka vaqti bekarga qo'yib berdi. Endi xo'p desa birinchisi, ikkinchisida qimmat qilib olasiz-ku.
Sutni ichib maza qiladi aka. Ha, endi mol chiroyli tan olish. Tan olish kerak, tan olish ham mard ishi, lekin unaqa qilib qilish kerak yo'q-da. 18 million. Mana shu obunachilar shu ham kelyapsizmi? Xalq uchun xalq uchun ishlayapsizmi? Ishlayapman. Ishlasangiz 18 millionga bor baraka deyin. Qaramang molga. 18,5 millionga bor. He, yo'q, to'g'ri kelmaydi. 2 million tushib bersam, elarga dastavkasi bor aka. Dastavkasi borman, mashinada boradi elar aka. Endi dastavkasini ozroq tushib beraman xo'jayinamlarga. Elar akam ko'rdinglar, aytgan narximdan tushirib ketyapti. Onalarni duo qiladi aka. Sotdim. Jon hisobison 18 millionga. Voy, kichkina yangi tug'ilgan bolam 15 million bo'lyapti-yu. 18 millionga qayerda ko'rgansizlar? Elar aka 6 ta suti bor, bemalol sog'ursin deb. O'zi 8 ta deb 6 taga olaversin deyapti. Holochilar bo'lsa 5 taga ham olaversin. Bu bolaga to'g'risida bundaqa ko'kotlarga, bundaqa dachalarga borib bo'lsa, aka, xudo xolasa molni aniq 3 oylik chiqib bo'lsa aka, bozorda 27 million mana shu molning narxi. Kamida 25 ta. Kamida 25 to'g'ri. Mana foydalanib. Bu bergani necha pul deb o'ylaysiz? 34, 32 bo'ldi. Mana. Bu yog'ini o'zinglar. Yo'q, metrda oling qori. Omali. Omali mana shu kechani sapa, omali sut ko'p beradi, mana shu molni. Hapsi sut ko'p beradi. Mollar hammasi sog'lig'i, yeyishi, garantiyasi bilan. Voy joni, tayi ham zo'r ekanda buni. Vo'bshi kelasiz. Elyor aka. Xo'p. Buni ham tayinli o'tirasiz. Uxlab qolsangiz ham bo'laveradi. Ha, joni sog'. Hali qo'li charchab ketadi-yu. Pag'irni qo'yib qo'yib borib, bu yerda salqinda dam olib kelib, pag'ir turaveradi. Mol qimirlamaydi. Qo'shnilar chaqirsa ham zo'r ekanda, gaplashib keyin ishni bitirib. Gaplashib qo'shnilar bilan. Bo'pti, men mol sog'ayapti dedim, esimga tushib ketib, qaytib kelib sog'ib o'tiraveradi-yu. Ha, joni sog' bo'lsin, tanijoningiz. Xudo xolasa aka, o'zi videolarigacha bor bu. O, sizda hamma yo'q, dakazasi. Ha, o'zi videolarigacha bor. 3,5 oylik bo'g'oz 3 oyga beraman. Ha, joni sog' bo'lsin. Behijolat. Xo'p, doktor bilan kutib olaversin, ha? Doktor kutib olaversin. Bir chakkasi bilan. Voy, qashaymiz, oyog'im tanida. Mana. Elyor aka? Bu necha? Buni ham 22 mi, 24 mi? Buni 22. Bo'ldi, 20 buni ham. Bir xil qilib qo'yaveraylik mon bilan. Bo'yi bir xil bo'laversin. Bo'ldi aka, buni 20 ekan, buni 20. Siz nima deysiz ashir? Ha, joni sog' bo'lsin. Bitta ko'chalarni tashlab bering, nimaga siz bitta akamiz bor deng. Molni ko'chani ham o'lchab bering uka deydi. Sharasizmi? O'zi men qarang, klient daxuya. To'g'risi chiqargan mollarga hozirgacha telefon bo'lyapti, deyapti. Ularga buni 24 ekan orqasi. Ha, bo'ldi, orqasi hisoblanmaydi-yu. Bu oldi tarafidan o'lchanadi. Omali. Gap bo'lishi mumkin. Mana telefon. Telefonni qarang. Alo. Qo'yish tamom, video qo'yapti edik. Efir dedim. Ana. Telefon qo'raman o'zim hozir. Mana ko'ryapsizlar, albatta uzr obunachilar. Ha, bu chorva dedim. Albatta qaytaradi. Behijolat, chunki mana kecha chiqargan haqiqatda arzon chiqarib beribdi. Oho. Qilichbek, Elyor aka, 3,5 oylik 3 oyga berasiz. ha, xudo xolasa aka ishlarni ochmabmiz Elyor aka buni. Tishini ko'rsatmabmiz haqiqatdan. Shuni ko'rsataylik. Aha. Xudo xolasa kim olsa ham maza qilsin, duo qilsin, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Mana tishlarni ko'rib ko'ringlar. Bo'ldi. Behijolat. Qonidagi yo to'linsa 5-chi aka. Olaversin deng. 5-chi olaversin. Mana Qilichbek yolg'on gapirish kerak yo'q. To'g'risi hali halol pulini harom yegisi yo'q-da. Shuning uchun olaversa Elyor aka. Odamga olaversa aka qonda 5-chi bo'lasiz. Mana boshqasi bo'lganda 3-chisi deyapsiz. Bizda unaqa bo'lmaydi. Bizning kanallarda hammasi jonli, panagramma yo'q. 5 litr sut, 4 litrga olsin. Ana joni sog' bo'lsin. Qonidagi 3,5 oy 3 oyga olsin. Ha, joni sog'. O'zi mana shunaqa joyi kelyapti. mana shu kechki mollar rosa foyda qilyapti. 20, bu 17, bu 8 nimasi yo'q aka. Ha. Oyoq odam maza qiladi, qozig'ida qaraydi. Bemalol yana bir 10 ta tug'ib beraveradi. Inshaalloh xudo. Tortishmaydigan qilib ayting. Mana bunaqa bekarni qimmatasiz tushirib beraman. Shuning uchun arzon ayting, maza qilib sotaylik. 21 million dastlabkasi vodiy bo'ylab ketdi. Achyo urasiz ekan siz ham ashirikam o'sha achyo deb qo'yapsiz, 21 million. Biz achko deymiz-ku, lekin achkoga ko'p ham qiziqmaymiz hozir. Hoy. Ular narsalar mumkin emas. Endi mana uni qo'qani. To'g'ri, hozir bo'g'oz mollar 20 millionda pastda yo'q. Endi sal 19 million beradi mana meni og'zimdan chiqib. Elyor aka 2 million yo'rlab olganmisiz? Jon aka 2 millionni tug'ilganmiz. Ana unda tushib berdi-ku mana birinchida. Endi unchalik tortishib olormi? Aka narx qonida o'zi videosi 3 oylik bo'g'oz bo'lsa bu mol. Ha, sizda ana undan tushsiz 2 million.
Onak, endi Ha, siz ham ochko aytyapsiz-da. To'g'risi. Terazi tepasidan ham Ellar aka bu dastlabkasi bilan yelkan o. Hamanga 3 ko'prik desa ketdi-da aka. Chus desa bir yo'li ket. ha, ozroq tushib berasiz. Unaqada telefon qilgan odamga Qilichbek sal odam olgan odam maza qilishga, foyda qilish kerak. Endi olasa foyda qilar. qiladi, biroz ziyon qilmasin. Bo'lmayapti. Hozir misolchi sizda bitta mol bo'lsa borib so'rasam, uka 30 million berasangiz, 23-24 berarsan. Nima deyapsan? Uka uying qayerda deysiz to'g'risida, ellar aka. Aka bozorlarda, bozorda yuribsiz. Har kuni har xil bozorda borasiz. Aka hamma narxini ola bilasiz. Zo'r narx bo'lyapti. Aka bugun bozorga chiqib men to'g'ri boshqa dunyoga tushmagan o'xshab qoldim. Boshqa dunyoga tushgan. Bozor ko'tarilib ketsa, siz ham ko'tarilasiz ekan-da. Ellar aka, men arzon qo'yapman. Mana shu mollar u narxga bermaydi bozorda aka. 19 millionga keling. Mayda chudasi yo'q. Qaramay ashi molni. Yo'q, qilmayman, qo'l bermayman. Uzoqda savdo qilamiz deganda. Mana undan ham 500, undan ham 500 qilasizmi? Shartda sotishmi maqsad? 19 millionga mana qo'lim men beraman boshqatda. Sotdim 19 millionga, bor baraka. Bor baraka, joni sog' bo'lsin. Sizdaqa akalar, ukalar ko'paysin. 3,5 oylik bo'g'oz 3 oyga behijolat olaveringlar. Xudo xolasa, lekin mana shu molda ham zo'raydi, to'g'risi. Endi mayli, aytib bo'ldi, tani joni sog' bo'lsin. Xudo xolasa, olgan odam maza qilsin, duo qilsin. Aka bizda qaytish yo'q. Vodiy bo'ylab dastlabkasi 5 plat. Ha, joni sog' bo'lsin. Bitta narsasini aytdi. Aytilgan baholar muhim emas. Ha, joni sog' bo'lsin. G'ijbich. Mana qilib beramiz. G'ijbich-a? G'ijbich. Ha, joni sog'. Xonadoniga yetkazib beramiz. Metrda olamiz endi 3-molni. Uy bo'lsa, svetini yoqib kutib turgan bo'lsa, bo'ldi. omali o 3-molimizga kelyapmiz, ha. Xo'p, ko'proq bo'lsin menga. Aha. Yuvosh bo'lsin. Paqirni achchiq qilib ham tagiga qo'yaverar ekan-a, cho'chimaydi ekan-a. O, teshiklari ham katta-katta ekan. O, bo'ldi, yerga solmang Qilichbek. Omali. Arzon chiqaryapsiz bugungi mollarni ham. Yaxshi qimmat cho'p ketmayapsiz siz. Biraga bitta chiqarib qimmat o'ladi-da, siz mashinada keting. Biz unaqasi bo'lmaydi. 10-chiqarishimiz bo'lsa ham arzon chiqarasiz. Gellab beramiz. O, ha, ustozlar gellab beradi omali. Ha, joni sog' bo'lsin. Men tashlab beringlar aka. Bismillahirrohmanirrohim. Keyin bu mollarni olsak bular baland ko'rinadi. Necha chiqyapti aka? Biz borini ko'rsatamiz. To'ppa-to'g'ri. Uyga borganda katta ko'rinaversin. Uyga borgandan keyin men telefonda katta ko'rib oldim. Bu degan gap bizga kerak emas aka. Borini ko'rsatamiz, metrini tashlab beramiz, xonadonga borgan metrini tashlab olaveradi aka. Xo'p. Ellar aka 124. Bo'ldi, buni ham 20 ga olaversin. Farqi yo'q sizga nima? 24. Keling Qilichbek, siz tortishmayapsiz. Agar buni ossa hading 32 chiqadi mana shuni bossa. O 35 chiqadi. Biz mana holicha. Aha. Mashinlar aka. To'pat. Bo'ldi, 20 ga olaversin Qilichbek. Siz bilaman siz bilasiz. Mani 20. Bo'yini 120 ga. Buni 22 ga olsin. Ay yo'q, qo'yin endi. Bo'pti, 120. Penisiga olsin. Ha, ana, endi shunaqa qilsak yarashadi. Shuni ko'rsataylik. Ha, joni sog' bo'lsin. Qochor, men hatto mol tushirib ko'rsatib olay. Arzoncha aka deb shuni aytadi. Ko'rib qo'yinglar. Mana tishlari. O, oppoqligini qarang. Tishlari zo'r aka. Mana shu yerda videoda qatirib, boshqatdan ko'rib olsanglar ham bo'laveradi. Behijolat. Ha, joni sog' bo'lsin. Aka suti 8 ta, Ha. 6 taga berdim. Ha, joni sog', hali pulidan ham xuddi mana shunaqa tushaveradi. Endi oxiriga bor. Ha, to'g'ri, bersangiz berading. O, sasuslari ham zo'r. Aka. Bermasdan 5 litr sut beraveradi. Ha. Sasuslari ham zo'r ekan, omali. Badan ham toza ekanda, estondi, go'zal ekan. Turishini qarang, qarzi yo'q. Suvagi buzuq, uzun narsa aka. Ha. Mana yetmayapti. Hay joni sog' bo'lsin. Bunaqasiga metr solamiz tez kunlarda, uzunasiga. Qilichbek aka, Ilor aka, moli zo'r. ha. Ona borib, bu mol sog'ib, ichim, sutini ichib rahmat aytib duo qiladi. Tani joni sog' bo'lsin. Buni hamchi qimmatdan Ali, naqadan chiqib, shablondan chiqib ketmish. Qilichbek. Shablondan chiqib ketmang. Yopishtirib aytur, mana ularga o'xshab ketsin, bir xil ketsin. Qilichbek. O, Ilor aka 30 million deyman nima? Ha, yo'q. Ashna deyishyapti. Bozorda biz nima bo'pti deyapti. U bozori sizni fermangizda turibmiz, u. Bo'pti, bozor o'z yo'liga aka. Ha, to'ppa-to'g'ri. Mana shu gapingizga qo'shilaman. Suvgari pasha bo'lishmoqchi. Aha. Xo'p, Jiri borda, shirasi borda, molda shuning uchun pasha kelyapti. bo'ldi, 26 million dastlabkasi vodiy bo'ylab 5 plat. Hoy joni sog'. Qilichbek. Boshqatdan gapirasizmi? Aka 4 oylik bo'g'oz bu. Ha, 4 oylik bo'g'oz, suti bor. Videolarigacha bor. Bo'pti. Bola doktori bilan qo'lda pichirkasi bilan kutib olsin. Bunday qilamiz. Mashina moldi 4 oylikmi? 26 yaxshi pul aytdingiz. Bitta anamiga so'rab qo'yim. O'zi so'ragani uyatish kerak, to'g'risini aytish kerak-da, masalan. Demayman. Hammasi 2 million so'rash indamayapman. Ha. Bundan so'ramang aka.
Bu mol aka. Men so'ramasam qonim to'ymaydi. To'g'risidan so'ramasam. Tashlab beraman. Ha, yo'q. Ey, bitta so'rayman, keling. Mashina ol mana. Aka. Yo'q, qarang. Mollardan yaxshi Siz so'radi. obunachilar shu o'zi yaxshi şeylar tushib beryapti. To'g'ri. Mashina oldi 25,5 qilib berasiz. Qara men 500 ming so'radim. Mana, 35 lik bo'ladimi? Yo'q, endi bo'ladi. 35 lik bo'ladi. Ko'kka chiqib qoldik. O'tlar tushyapti. 25,5 ga olgan odam mazaqsi. Go'sht 140 ming bu. Ha, oshadi, yana molam oshadi. Shu go'sht yemaymiz oxiri. Mol olaveramiz. Joni sog' bo'lsin, tani joni sog'. 25,5 o'zini oldida aytyapman. G'ijvich kami bor. Dastlabkasi xonadonigacha bergan. Ha, joni sog' bo'lsin. Xudo xolasa ko'rganga pul yo'q. Lekin molni originallarini olib kelib qo'ygan, qarang, chiroylilar. Mana. Tinmaydi qilishib edi telefoni. Nimaga? Arzon sotgancha hozirgacha telefon qiladi mana. Ko'rib turibsizlar-ku. Mana bularni qarang. Endi xafa bo'lmaysizlar, bir 15 minutga telefonni o'chirib qo'yib turib, ha? Ha, mana samolyot, ha? Ha. Samolyot yaqildi, bo'ldi. Videochini buzilmas qo'yadi. Ha, cho'zilib ketib 15 bo'lmasa. minutga yag'amiz. Ana bo'lmasa. 15 minutga iltimos sizlardan. Ana Qilichbek o'chirib qo'yibdi, unaqa gap so'z bo'lmasa. Endi mana zo'r ekan-a shu eti. Elyor aka, buni Voy. qanday ayting? Arzon ayting nomali menga. Mo'y joni sog' bo'lsin. Tutaylarni ham qarang. Keljan. Baq-baqlarini ham qarang. Bu nechinchisi ekan? Tas, men keldim, tas. O, oyog'i uqqan mol ekanda, gapga tushunar ekan. O'ta esli. Voy joni sog' bo'lsin. Elyor aka, Ha. to'ra yerini o'ziniki. Aha. To'ra ham ishlaydi. Aha. Ana bo'lmasa. Xo'p. 8 litr sut deylik. Aha. 6 litr yosim. Ha, siz necha litrga desiz, pulidan shu olasiz, sutidan ham shu olasizda, ben bilaman. Bo'yini o'lchang. Aha. Shuni ayting keyin bu. O, nomeri ham 4701 ekanda. Ma'lumotini ipidan ignasigacha beraman. Kuzatib bitara laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar jigarlar. Sizlar Qilichbek, otangga, onangga rahmat deb qo'yinglar. Xalq mazasi. Xudo xolasa, dastlabkilar yetib boradi. Ko'pgina tortishib, talashib olaverasizlar obunachilar. Omali mashina olam o'ta chiroyli ekanda. Ha, bu 125 chiqadi, o'ynab kulib. Aka, 128. Ha, 25 ekan, nima aytib bo'ldi? Ana. Ha, bu. Sizlar tortish hojati yo'q, ha. Baribir biz obunachilar uchun o'zingiz aytganingizni qilyapsiz. Ha, to'g'ri. O tishini ko'rsataylik, ko'ryapsizmi? Tishini, Qilichbek. Voy joni sog' bo'lsin. Arzonchi haqiqatdan marhamat bilan mard bo'ladi. Qilichbekdan o'rgan olaverasizlar manaqa. Siz keldingiz, bejonzomga hali qaramani olib boldingiz. Ha, to'g'ri. O, anolar kelganda ham tushib beravering. Bo'ptimi? Marhamat. Qo'rg'ontepadan yana bitta joydan keldi, Marg'ilondan keldi. Oho. Tishlar aka. Mana tishlarni ko'rib olinglar. Lapatkida. Ko'rib olinglar. 3-bolasi yo'llar ekanda, Qilichbek. 3-siga olaveradi. Rasa yo'llar ochgan mana. Qo'rg'ontepadan, Marg'ilondanmi? Marg'ilondan kelyapti. Lakasida tashab qo'ygan. Kelaverasizlar. Voy joni sog' bo'lsin. Muni qarang. Eti baland ekan buni. Oho, tay ham chandirli ekan Qilichbek. Maytib orqasini olmagan ekanmiz. Mana shu molni, shu orqasini qarang kengligini. Molni eng chiroyli opasi deydi-yu. Aha. Eng katta opasi mana shu. Ha, joni sog' bo'lsin. Badanni qaranglar, badan ham Yaltillab yo'q. Bo'g'ozligi ham aka to'lib o'tyapti. Ha, to'royga berasiz-da. O'tgan bo'lsa ham. To'roy. To'royga. Ha, ana. To'royga olsin. Qo'l soldirib kuzatib qo'yganman elyor. Aha. Yana kuzatib olaveradi. Ana bo'lsa. Xolasa doktorni ham chaqirib beraverasiz. Xolasa doktorni ham chaqirib beraveradi. Ana, ko'rilgan puliga pul olinmaydi. Qilichbekning o'zidan bo'ladi. Oho. Nechta sutga olsin? 6 taga dedingiz. 8 ta suti bor dedingiz. 8 ta sut bor, 6 taga olsin. Tani joni sog' bo'lsin. Yemoqchilar sog'lig'ini bir haftasini olsin aka. Aha. Molni xudo xolasa hamma yo'g'i joyida. Tashqa mana. Arg'amsiz tashab qo'yasiz. Qilichbek, aytaverasiz ekanda qanaqa mol kerak bo'lsa. Yuvashligidan umuman muammo yo'q mana. Yuvashligilar boshqasini sinab olaman, tashqariga chiqmagan mollar ekan. Bitta joyda turgan. Qo'rqoqda bular. Aha. Ana bo'lmasa. O, Qilichbek, mashina suti ko'p ekan, Qilichbek. Qayda uxlab qolsa indamaydi aka. Aha. Voy joni sog' bo'lsin. Moni qarang. Mo tarafdan ham ko'rsat. Qilichbek, Aka. bular qarang. To'royga olaveradi. To'royga olaveradi aka. O'sha. Ha. Bo'yi ichmoq sog'lolari. 28, 20 ga 25 ga olsin bo'yini. 125. Baquvvat mol. Mashina aytyapman, keyin kuni. Bo'ylari 128, 125 olsin. Xo'p. Buni ham ayting. Qaranglar deylar. Menga qancha arzon aytsangiz,
Shunchacha yaxshi-da, men ozroq talashaman. Ko'pgina aytsangiz, men ham ko'p tushirveraman. Aka 40 million. Ikkitasimi yo'q deydi. Bolasi ham bormi deydi hozir Qilichbek? Million aka, mana qolashlar deyapti-da. Ular 100 million ham aytaversa, siz o'rningiz boshqa, ularning o'rni boshqa-da. Siz bilan ularda ancha farqi bor-da. Nimaga? Siz nomingizga yarasha bo'lishingiz kerak. Kecha Qorasuvga borib, takamiz molab ketdi. Aha. Bordim, ko'rdim. Xuddi maynaqa. Necha pul yopdi deng? 44 million yopdi. G'onajim bolasini. 8 litr, 10 litr suti bor. Aytmadingiz menda bor edi aka demadingizmi? Menda bor edi aka dedim. Sen menga bolalik kerak dedi. Ha, bo'pti. Jicha sabr qilsangiz bizniki novoz tug'adi, bolasi bekarga qolib ketadi demadingizmi? Ha, joningiz. Bo'pti, endi hamma o'z yo'liga. Nimada? 35 million bu. Hey, qayerda yo'q sonlarda aytib oladi-da. Mana shu Qilichbek, boshqa gapiring, uka qimmat aytdingiz mana shu molni. Qanday o'zingiz ham bil. Aka, qimmat aytmadim, molni. Yo'q, o'zingizga biling. Bilyaptim qimmat. Boshqa mol bu. Yo'q, boshqa molligini hamma bilib turibdi, o'zingizga biling. O bellarini qarang. Yo'q, mol o'ta katta mol. Tushungan odam, bilgan odam, ahli yetgan odam mashina olaveradi. Bitta ko'rgan odam biladi bu molni. Boshqa yerda ayting bo'ldi, baraka qilaveramiz shartda. 34 million bu. 30 million men ham bilaman. Yo'q aka. Endi 2 million beryapti. Atirgulga ham beraveradi, tikonga ham beraveradi. Bu qarangda, qarang yeyishlari Qilich. Mana atirgul deysizlar. Yo'q aka. Hazil yo'q. Qilichbek 30 millionga bor baraka deysiz. Aka, narsa aytaymi, sizga 2 million mo'ldan tushib berdi. Yani 4 million men bir yo'l aka, xonavayron qilyapman jon aka. Yo'q, unaqadan video qilmaymiz ekan-da Qilichbek. Bozor chiqmayman aka. Ha. Bir yo'l chiqmay yo'q qo'yasiz hozir. Zato bugun chiqdingiz? Bugun chiqdim. Ha. Holat qarang. Hay, 15 ta 20 ta bol oladigan odam nechta bola oldi? Bozor aytib qoldi. endi siz bunday narsada siz bozordan olmaysiz, uydan bitta qilib terasiz, to'g'rimi? Aytaymi hamma haqiqatni? Endi haqiqatni men o'zim aytib ko'raman. Ha. Bizda yolg'on yashiq gap yo'q. Ha? Elyor aka 30 million emas. Qo'lingizni bering. Men ham 32 deydi. 32 deydi. Siz Elyor aka, men ko'zimga qarab o'qimayman-da. Ha, rosta hozir arra deysiz, ikkomizniki ham meniki ham emas, sizniki ham emas, arra deysiz. Arra deyman-da. Ha, bilib turibman-da, men ham bilaman. U odam hozir o'zi obunachilar bir bo'l, mashina 32, 33 aytadi dedi. Bilishi bo'ldi-da. Bo'ldi, Elyor aka olsin bo'pti, 31 millionga sot. Ha, mening aytapim bu, mening aytapim 31 deb turib, hamma mashinaga 31 yosirib olyapti-da. 31-marta to'g'riyapmiz. Ha, shuning uchun bo'lmaydi. Sotdim 30 million. Joni sog' bo'lsin. Joni sog'. Ha, tani joni sog' bo'lsin. Lekin mol mashi 3 oymi 4 oy turib bersin-da. Mashi mol 40 ga chiqadi. Faqat jicha sabr qilish kerak. Jicha mehnat qilish kerak. Qanaqa mehnat? Endi 3-bolasi 4 oylik bug'o, 8 ta sut, 6 taga osin. Faqirga tushyapti-ganini aytyapti hozirgi kunda. Joni sog'. Xudo xolasa chandir hamma yo'q zo'r. Xudo xolasa, mana emlashlari ham bo'lgan. Bu sut tomirlari qarang. Oo. Bo'g'ari. Kimliklari ham bor ekan-a? Kimliklari ham bor. Xudo xolasa, rasa qog'oz molimiz o parroda shvet udin demaymiz. Bor molimiz shu. Kesin ko'rsin o'zi. Ha, xolasa shvetga olsin, xolasa haligi kalpatga olsin deng. Kalpatga olsin, xolasa chachishganga olsin. Bo'ldi gapi. Yo'q, o'zi. 30 millionda qoldik, Qilichbek, mana shu orani ochib olaylik. 30 millionda qoldik. Ha, gap yo'q. Siz uchun bir yuraychi. Ha, endi soni 3 ta 5-molga kelyapmiz, Qilichbek. 5-molga kelyapmiz endi. Ha. Xudo xolasa 5-molimiz 8 oylik. O. Yuvoshliklari. Oh. Ana. Suti bormi yo'qmi Qilichbek? Chandirlarni olib yela solyapti. Endi so'rab qo'yam, bir-ikki mol u. O chotidan oling, chotidan mana. Mana chandir. Dumini ochib beradi o'zi yonboshga qilib Elyor aka. Taydan o'tib ketaverar ekan-a? Taydan yugurib o'tib ketaveradi. Yoshligimizda o'tib ketardi, esingizda. Ha, u paytlari anaqa edi, endi bir u paytlar qach kelmaydi, tilla bersak ham. To'g'ri tur. Ha, bo'ldi, endi 1-2 soat berdi. Siz o'z bo'yi qiziq bo'lmayapti, metr solib beryapsiz xolos odamlar ko'ziga. Yo'q. 20. Elyor aka so'rashyapti-da. Ha. Metr soling, necha ko'raylik deyapti. Xo'p, Elyor aka mana. Bizda hamma yo'q jonli. Mana. Necha 22 chiqadi. Yerdan qo'yapti Elyor aka. Naqchi. Ha. Buni 24. Ha, bo'ldi, buni ham 20 ga olaveradi.
Yo'q aka, pulida tushyapsiz, bo'ladi. O'zi javoncha odam. Ey, uyga borgan, hozir o'lchayda mana shu 35 chiqar mana. O'lcha, mana shu o'lchab Bunga bitta. turish shu desa 35 ta. Ha, bo'l, gapiring. Nechi? 28. Ha, qarang. Bo'ldi. Ashuncha tezda qarang. Alaqvareli deyapmiz. Boshqatmacha, yo'q. Aytmasammi, tepa yong'oqqa baylab qoldi, ma'lum. Ha, yo'q. Bo'ldi endi. 20, 120. Kallasini ko'tarsa, 128 deyaptilar aka. Bo'ldi endi qo'ying. Mana turishni o'chab qo'ydik, mayli qo'ying. Qo'ying bo'l. Hozir nima qilasiz? 24 molda 120 elyor aka. Endi bu moling kichkina ekan deydi. Bu mol katta aka. Ey, mol zo'r. Uni odamlar ana. Unaqani bitonni tortaman. Bo'ldi. Rozimiz. Qo'ying, mol ham qaytib o'lchaman deyapti. Ha, bo'pti, 120 pilusiga. Ha. Pilusiga qo'shilaman. Minus yo'q. Pilusiga qo'shilaman. Joningiz sog' bo'lsin. Omali, qarang. Haqiqatdan qornim to'ymay qoldi. Dalil talashmasan, qilishmay. Ellar aka bugun to'g'ris. Qilishib bir anaq kelaman. Hali qolib ekan tushirib qo'y. Albatta hazır. Ko'ngli ochiq inson. Qarang, bizda hali videoda kayfiyatni xursand qilib odamlarni Shuni ochib beray aka. o'tishi ham 8-sini endi chiqaribdim. Ko'rib olinglar mana, yaqinroq qilib. Qarang, 6tasi katta, 8-sini endi chiqaradi. 3-chisiga olar ekanda. Qonida 3-chi bolasi 8 oy. Aha. Bugun boradi, yetib olgan o'ramni xonadoniga. Bugundan hisoblayveradi 8 oy. Molxonasining devoriga 8 oy deb yozib qo'yadi. Xudo xolasa, novvos bo'lsa 35-36 kun, o'najim bo'lsa 30-31-32. Oh, joningiz sog' bo'lsin. Ana bo'lmasa. O yillardan qarab to'ldiryapti. Omili, qilishib mollaringiz haqiqatdan rosa yuvosh ekan, ha? Aka mollar hammasi behiz. O'zi molni yuvoshligi bo'lsa bo'ldi, u suti o'zi ko'paytirib olaveradi uni. To'g'rimi? Oh, joningiz sog' bo'lsin. Nima qilib tursam non qaraymi? Oh, uni siz hozir ashuni o'chaydi 1.35 qo'yib berasiz-da? Men bo'yimman 1.78 aka. Yo'q, bunday qilsa deyapman. Mana bunday qilsa 1.35 chiqadi-da, 10 sm. Bunday bo'lsa aka ben mana bu 1.30 chiqadi mana. Ha, yo'q, 1.20 ga bu bo'ldi. Baraka bu bo'ldi-da, puli qoldi xolos. Yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Buni 8 oyga oladi. Bo'ldi. 1.20 ga siz ham rozisiz, men ham obunachilar ham uyga chiqsa, buni ham yopishtirib ayting. Qimmat aytmang. Yopishtirib. Ellarga 30 million. 30 million? Ha, yo'q, 30 million demeyin. Boshqatdan gapiring. Xayr, kuni yaqin bo'lsin. 9 millionga ketdi bu. Qanaqasiga? Boshqatdan gapiring, Qilichbek. Avto bo'lib ketyapti uka. Aka, bitta gapiring, bor barakaga baylaymiz terakka. Asha o shaxiga. 28,5 millionga bayla. 27 millionga bayla. Elyor aka. O'zim mol tugadi, tortishib bo'ldi. O, bitta ham bor. Bitta oxirida bonus qilaman. Hop. O'ta bonus. Bo'pti, mashina, bo'pti, bonus bo'lsa bonus. 27 ta qolsa ana shunga tortishmayman. Qancha siz ham tortishmayman oxiriga. Bo'ldi bering. Gap-gap. Ha, tortishmaysiz. Tortishmayman. Bor baraka. Jonisiz. Ha, ana. Kamini ham qilib beraman. Dastavkasigacha deysiz. Hech 8 oy, 1 oy sabr qilasiz. Inshaalloh maza qilasiz, duo qilasiz. Qilichbek. Aka. Bo'ldi, mashina qarang. Mana men ham mana shuni men aytgan bo'ldimi hozir? Xo'p aka, siz aytgan. Bu siz aytganingiz bo'ladi. Endi men aytganim. Kelishdik-a? Mencha molni ko'rdi, siz aytgan bo'lib keldi. Hammasi obunachilar uchun. Ha, 5 ta moldi. Bo'pti, deb ko'nyapti. 6-moldi. Bo'ldi gapi. Qarang. Buni kecha sotgandim men. Ha. Ana shuning uchun ham sal orzuroq qildi. Puli jinni anaqa bo'lib qoldi. To'g'risi, o'g'lim sotib yuboring dedi. Keyingi safar videoda yo'da bo'pti. O'g'li Rossiyadan oyligicha muammo bo'lib qoldi. Ha, mayli, xudo xohlasa, buni bir hikmati bor buni ham. Ha, mayli. To'g'ri. Iloyim bo'lsa ashinga. sotilmasa, masalan, necha millionga bermagan bo'lsam, hozir mana shu turishda 1 million mo'j foydasiga berib qo'yarsiz. Men janovar turing, bu metr xolos. Ha, buni ham 1.20 ga berib qo'yavering. Hammasi rozi bo'lyapsiz. 1.20 ga berib qo'yavering. Aka 1.19 ekanda adashdi. Ha, bo'pti, 1.20. Mana siz tarafman. 1.20. Mana siz tarafman. Ularga tish 6 ta ochib ochmayman. Ha, ochmayman 6 ta. Birinchi ko'ray, libodan ko'rib olaman. Bitta tuqa ikkinchisiga. Yuvoshliklari. Aha. Ana. Aka oyi 7,5 oy. Hoy 7 oyga oladi. Endi oydan chetalashamiz. Hozir kelishdik-ku tortishib. Ha, yo'q, pulidan dedi. Pulimman. Pulidan dedim-ku men. Pulidan mana bo'ldi-yu. Mana oyi ham. bo'pti, 5 15 kun nima qilib beradi? Qo'shnisini yetalab kelsin. E'tirof tug'ib, novvos tug'ib, mashib oldi. Bo'ldimi?
Bo'ldimi? Bo'pti. Ha, joni sog' bo'lsin. Men bu xo'p tegiziraman, yo'limga yuradi bu qilichbek. Hali sizlarda ham yo'linglarga yuradi. O'zingiz aytdingiz, mashina oxirgisini bonus qilaman dedingiz. Va'da. Oxiringisi bo'lmas, oxiringisi bor. Ha? Qayerda bor? Mana shu yerda ichida bor, bitta bonus qilaman pulida lol qolasiz. O. Mana. Ayting, rozimiz. 7 oyga. 24 million. Bo'ldi. Mana. Oldi bering endi baraka. Xo'p. Talashimdan tortishimman dedingiz. Ha. Mana 24 millionga Dastlabkasi Bor. sizdan, to'g'rimi? dastlabki ham yo'q menda. O'tib berasiz. O'tib ham beraman. Bo'ldi, keting. Baraka. Baraka. 23 millionga baylab qo'ying. Ey. Ey! Hozir tortishimman, 23 millionga baylab qo'ying deyapti. Mo'qali bo'pti, xo'p. Hozir obunachi. Qani telefon qiladi 23 ga baylab qo'ying dedi, yo'l berdik. Mo'qali, buni o'tib berdingizmi? O'tib berdim. Buni-chi? Nima o'tib berdim? Buni-chi? Buni bomba qilib beraman oxiri. Buni-chi? Nima o'tib berdim? Buni-chi? O'tib berdim. Bu nima? Men akam. Bu meni molimmi? Meni molim. Xo'p, nima o'tib bermayapsiz? Keling, bo'ldi. O'sha gapirishing. Siz tushundim. Bor baraka 23 million. 23, ha, joningiz sog' bo'lsin. Nima bo'ladi? Dastlabkasini olib oldim. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Va 23 millionga odamlar xunajib qo'yapti-da. To'g'risi, 8 oyligi yo'q. joningiz sog' bo'lsin. Qaranglar. Yo'q. Qarang, mana haqiqatdan kommentariyaga o'zingizlar yozib ketinglar. Qanaqasiga tish bosmagan, tish yalamagan, arzonmi? Arzon juda. Menimcha, Qariya qurollar emas. Elyor aka endi vakil. ha, Kiloingizni aka o'sha olib. Qo'lingizdan tushirib yuborib menga ish ko'rsatmang, bo'ptimi? bo'ldi gap yo'q. Bu mol nechi pul berdi Elyor aka? Bilinmay esda qolmadi endi 3-bor. Esda qolmaydi. Ayting, qancha edi? Nechi pul berdi? Bilmay, o'zingiz aytsangiz bo'ldi. 26 diyordimmi? Ha, Yo 25 ta qoluvdingmi? 25 ta qoldi shekilli. Yana chiqib yana Elyor aka, Ha. nima dedingiz hozir? Nima pishiryapsiz telefonga qarab olib? Ha, endi yana tushib berasizmi deyapti. Yo'q, siz men bilan gaplamay bonus qilib beraman dedim. Ha. Sizga. Ha. Kiloni akam shu oling dedim. Xo'p, To'g'rimi aka? to'ppa-to'g'ri. 4 oylik bo'g'oz 3 oyga olsin. Xo'p. Xo'p. 6 litr. Qonidagi 4-bolasi ishlarni ko'rsatdik. To'g'rimi aka? 26 diyordimmi? 26 da qoluvdik o'zi. Ha. Baraka qilaverdingiz, talash, tortishib. Bo'ldi gap yo'q. Endi kiloingiz maktab shu oling 2 qo'llab. Maktab shotibman. Savdo qilmaydigan narx aytaman. Ha. Chunki narxidan tushirib qo'yay buni, bonus bo'lsin, bugungi bayramlik bo'lsin deyapman. Ha, joningiz Chunki sog'. meni ikkinchi video chiqarishimdan keyin Ha. surpriz bo'lsin xalq uchun. Xo'p. Kim o'zi xonadoniga kirib borsa, tug'ib berib 35 million sotib 12 million foyda qilib qilish berdi Ahmad desa. Aytganingiz kelsin. Agar buni talash bergan narx. Ketdigi 3,5 millionga baylab olsin. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Maktab shu. Ana bo'lmasa. Maktab shu. Xalq kutgan kun bo'ldimi? Biz mana 23,5 millionga bunaqasi hali bo'lmagan. U ham qilishi beyda bo'ldi. Tani joni sog' bo'lsin. Biz endi mana shu yerda tugatamiz. Sizlar bilan har doimgidek Elyoruz, Elyoruzdan uzoqlashmanglar. Lashni gumbillatinglar, do'stlar gulashinglar.